Andijonda legenda mashina qaysi mashina deb o'ylaysizlar? Aka, sizning fikringiz? Aka, 23 ta davlatga borib kelgan Spark legendasi. Siz ham shunaqa deb o'ylaysiz, lekin haqiqiy legenda yaqinda konkursga start beraman. Siz ham ishtirok etsangiz bo'ladi, bemalol. Qo'ying aka, boshqa blogerlarga o'sha PR qilyapsizmi? Sizni ham-chi, negativdan farqingiz yo'q. Aka, o'z obunachilaringizga biror narsa berganmisiz aka siz? Aka, Boom kompaniyasidan ajoyib podarkalar tarqatganman. Ko'ryapsizmi aka, men birinchi o'ringa Mercedes, ikkinchi o'ringa iPhone 16 Max, uchinchi o'ringa 3 million pul yutib beryapman aka. Aka, bu konkursga siz ham bemalol obunachilaringiz bilan birgalikda ishtirok etsangiz bo'ladi. Bu shartlari qanaqa aka? Buni tanish bilishinglar, yo'qmish qilib. Aka, andijonliklar bitta gapiradi. Xolam kelsa ham, ammam kelsa ham, pochcham kelsa ham shartni bajaradi, omad kelgan inson olib ketadi. Xudo xolasa, podpischilar shu kommentlarga bonglar portlatamiz. Mashina sizlarki bo'lishi mumkin. Mercedes Benz. Aka, aytib qo'y, birinchi o'rin, ikkinchi o'ringa ilashib o'tirmanglar. Bari o'zimizni obunachilardan oshirmaydi. Shu emas, uchinchi o'ringa sizlar hech bo'lsa ham sakrab qo'yinglar. Ko'rishamiz.